Assalomu alaykum suv filtri omonachilari. Mana Samarqandlik akadan suv filtri oldik. Xudo xolasa mana videolar o'rnatdik, ishlayapti. Hozir zaxira va to'lish davomida mana suv ishlayapti. Xudo xolasa mana. Kumush rang, tilla rang. Ikkovi ham chotki. Zaxira va to'lsa suvni tekshirib videoga olib tashlab olamiz. Mana bunisi pryamoy chiqadigan suv, bu filtrlangan suv. Mana tekshirib ko'ramiz. Filtrlangan qirg'ich, filtrlanmagan 312. Mana shu bu filtrdan chiqqan suv, bunisi pryamoy suv. Mana tekshirib ko'raylikchi. Ana filtrlanmagan suv qorayib ketdi. Filtrlangan suv ranglanadi, biroz qizardi, lekin filtrlanmagan qorayib ketdi. Mana filtrlanmagan suv, bunaqa suv ichib yurgan ekanmiz.